Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biz siz azizlar bilan ustoz Abdul Qodir Iso rahimahullohning Haqoiq anit tasavvuf kitoblaridan ba'zi bir bo'limlarni dars o'laroq suhbatlashayotgan edik. Keyingi mavzu, navbatdagi mavzuimiz suhbat. Suhbat bu o'sha sohiblik, birovning yonida doimiy yurishlik, ya'ni do'stlik, sheriklik degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni masalan Payg'ambar alayhisalom yo'llarida dinni tarqalishda, islom yoyilishligida u kishiga hamqadam bo'lib, safdosh bo'lib, yelkadosh bo'lib yo'llarda yurgan zotlarni hammalarni sahobalar deyilgandek, demak endi umumiyroq ma'nodagi bu yerda o'sha suhbat haqida gap ketyapti. Ya'ni nafaqat o'sha Payg'ambar alayhisalom yo'llaridagi kishilar, balki bir ahli ilmni yoki tariqat shayxini, ruhiy tarbiya ustozini yonida yurishlikning manfaatlari, foydalari, ahamiyati haqida, uni ta'siri haqida suhbatlashamiz. Unga Qur'oni Karimdan, Sunnat Nabaviyyadan dalillarni ko'rib chiqamiz va yana oxirida ulamolarni, shu ruhiy tarbiya ustozlarini bu haqdagi fikrlar bilan ham tanishib chiqamiz. Demak, suhbatni ta'siriga, ahamiyatiga, foydasiga keladigan bo'lsak, inna lis-suhbati asaran amiqan fi shaxsiyatil mar'i va axloqihi va sulukihi. Kishini shaxsiyati shakllanishligida, axloqida, sulukida, suluk turmush tarzi, mana shularni shakllanishligida suhbatni ta'siri juda ham kuchli, chuqur. Was-sohibu yaktasibu sifata sohibihi bit-ta'assur ar-ruhi wal-iqtida' al-amali. Sohib, ya'ni do'st, o'zini do'stini sifatlarini undan ruhiy ta'sirlanib, amaliy ergashib, amallarga ergashadi, u qilgan ishlarni qiladi va ruhiy ta'siri tufayli ko'p narsalar oladi. O'shanga arablarda maqolam bor, as-suhbatu mu'assiratun deb. Suhbat, ya'ni doimiy birga bo'lishlik, ta'sir qiluvchi. Masalan, inson do'sti qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'ladi. O'shandan ko'p narsa oladi. والإنسان اجتماعي بالطبع لا بد أن يخالط الناس ويكون لهم منهم أخلاء وأصدقاء. إنسان tabiatiga ko'ra ijtimoiy hisoblanadi. Ijtimoiy maxluq, ya'ni shu jamiyatga aralashib yurishlikka shunaqa tabiatda yaratilgan. Yolg'iz yasholmaydi. Yolg'iz o'zi masalan g'or ichiga kirib ketib yoki butunlay hamma insonlardan alohida bo'lib o'zi turmush hayot kechira olmaydi. Bo'ladi, muayyan vaqtgacha chidab turishi mumkin, lekin baribir toqattoq bo'lib shu uns, ya'ni o'ziga taskin beradigan, suhbatlashadigan baribir insonlarni qidirib qoladi. Shuning uchun ham do'st, og'aynilarni demak kasb qilinadi. Fa in ixtarahum min ahli al-fasad va sharri wal fusuq wal mujun inhadarat axloquhu. Agar inson o'ziga do'st o'laroq fasod ahlini, yomonlik ahlini, fisq ahlini, shu gunohlarga sho'ng'igan kishilarni agar do'st sifatida tanlaydigan bo'lsa, uni ham axloqi borgan sari tuballashib boradi. Masalan, oilada yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin uni do'stlari, og'aynilari buzadi. Va hattat sifatuhu tadrijiyan duna an yash'ura. O'zi sezmaydi. Sezmagan holatda tadrijiy ravishda bosqichma-bosqich, qadam-ba-qadam axloqi nima bo'ladi? Tuballasha boradi. Hatta yasila ila hazizihim va yahvi ila darkihim. Hatto ular tushgan jarlikka tushadi, ular yurgan yo'lda yuradi, ya'ni bir xil bo'lib qoladi sekin-asta, lekin o'zi sezmaydi u narsani. Amma iza ikhtara suhbata ahli al-iman va at-taqwa wal istiqama wal ma'rifati billahi ta'ala fala yalbasu an yartafi'a ila awji ulahum wa yaktasiba minhum al-khulq al-qawima wal iman ar-rasikha was sifat al-'aliyata wal ma'rifa al-ilahiyata wa yataharraru min 'uyubi nafsihi wa ru'unati khuluqihi wa lihaza tu'rafu akhlaq ar-rajul bi ma'rifati ashabihi va julasaihi. Ammo ahli iymonni suhbatini tanlansa, ya'ni o'shalar bilan do'stlikni tanlansa, istiqomat ahlini, taqvo ahlini do'st o'laroq ko'rilsa, Allohni tanigan zotlarni agar oshno tutiladigan bo'lsa, ularni o'sha oliyliklarni avjiga, eng cho'qqisigacha inson ko'tariladi. Unaqa qolib ketmaydi, o'zini darajasida qolib ketmaydi, balki ularning darajasigacha ko'tariladi. Ulardan to'g'ri axloqlarni kasb qiladi, ya'ni oladi. Mustahkam iymonni oladi, oliy sifatlarni oladi, ilohiy ma'rifatlarni oladi va nafsini ayblardan poklanadi. Agar yaxshi insonlar bilan, solih insonlar bilan oshno bo'linaveradigan bo'lsa, sekin-asta ularning ta'siri o'tib, yomon axloqlari ham, ayblari ham ketadi. Ya'ni birinchidan ularni amaliy shunaqangi go'zal axloqlarni ko'radi. Undan keyin shunaqa go'zal axloqli kishilarning oldida o'zini yomon axloqini yashirishga harakat qiladi, ko'rsatmaydi. Masalan, jahli chiqsa
o'zini bosadi, tiyadi, chunki o'zi hurmat qiladigan, o'zi hayiqadigan insonlar bilan birga o'tiribdi. Mana shunaqa bo'lib, o'zi bilmagan holatda axloqi yaxshilanib boradi va ularning darajasiga ham chiqadi. Xulqini yomonliklardan qutula boshlaydi sekin-asta. Shuning uchun aytiladiki, kishi ashabi, do'stlari, hammajlislari axloqi bilan sekin-asta tanila boshlaydi. O'shalarning axloqini ola boshlaydi deyiladi. وما نال الصحابة رضوان الله عليهم هذا المقام السامي والدرجة الرفيعة بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم إلا باجتماعهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا biz hammamiz sahobilar deganda ko'z o'ngimizda juda ham axloqli, haqiqiy namunalik insonlar gavdalanadi. Demak, ana shu zotlar rizvanullohi alayhim bu yuqori, yuksak martabalar, darajalarga qanday erishdilar? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sohib bo'lib, sahobiy bo'lib, shu darajaga erishdilar. Vaholanki o'zlari johiliyat zulmatlarida edilar bundan oldin. Gunohni hech qaysi turi qolmasdan hammasini bemalol qilaveradigan darajadagi tubanlik, jarlikda bo'lishgan, lekin Payg'ambar alayhisalom bilan doim birga bo'lganliklari va u kishi bilan doimo hammajlis bo'lganliklari tufayli ana shu darajalarga erishdi. Tobiinlar, ulardan keyin tobiinlarni, masalan, tobiinlar desak ham bizning qalbimizda qandaydir hurmat hissi, o'zimizga o'sha namuna bo'ladigan insonlar gavdalanadi. Ular bu darajaga qanday erishdi? Ular sahobiylarga sohib bo'lganliklari uchun, do'st bo'lganliklari uchun ular mana shu darajalarga erishdi. Juda ham taqvoda zarbul masal bo'lib ketishgan, ilmda zarbul masal bo'lib ketishgan o'sha zotlar, tobiinlar. Masalan, salovatlarni oxirida kelganda Payg'ambar alayhisolamga salomat aytib bo'lingandan keyin 4 ta Chahariyorga keladi. Shularni ham aytib qo'yay deysiz, vaqtingiz ziq bo'lsa, shu salovatga kirib qolsin deysizda. Undan keyin sahobalar hammalari keladi-da, uni o'ylab turib, yo'q, bularni ham qo'shib qo'y, o'shanga ular qanaqangi xizmatlari singan deysiz. Undan keyin va tabi'ina deb turib tobiinlar kelsa, yana uni ham aytib qo'yay deysiz. Vaqtingiz ziq bo'lsa ham o'shalarga salovat salomlar bo'lsin deb aytib qo'yay deysiz. Sababi hurmat juda ham baland ularga. Biz qattiq hurmat qilamiz. Ko'rmagan bo'lsak ham ularning so'zlarini so'z deb hisoblaymiz, ilmlarni ilm deb hisoblaymiz. Nimaga? Chunki ular haqiqatda shu yuksak maqomlarga erishgan, sahobiylarga do'st bo'lganliklari uchun, ularning yonlarida doimo yurishganliklari uchun. Demak, ko'ryapmizki, suhbatni doim birga bo'lishlikni, sohiblikni, do'stlikni ta'siri juda ham katta ekan. وبما أن رسالة سيدنا محمد عليه السلام عامة خالدة إلى قيام الساعة فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراسا من العلماء العارفين بالله تعالى ورثوا عن نبيهم العلم والخلق والإيمان والتقوى فكانوا خلفاء عنه في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الله. Payg'ambarimizning Muhammad alayhisalomning risolatlari qiyomatga qadar abadiy, buni hammamiz bilamiz. Qiyomatga qadar abadiy ekan, demak, endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari ham bo'lish kerak. Chunki u kishini yo'llarini tutgan, u kishini tavsiyalari, ta'limotlarini, ilmlarini, amallarni hammasini o'zida singdirgan kishilar bo'lmasa, bu risolat borishlikda qanaqadir to'siqlarga uchrashi yoki qanaqadir sikillab qolishi boshqa bo'lishi mumkin. Lekin bu islom dini haq din ekan, qiyomatga qadar Alloh taolo bu dinni din olaroq qabul qilgan ekan, bu meros davom etishi kerak. Uni kimlar davom ettiradi? Allohni tanigan ulamo, merosxo'rlar davom ettirishadi. Ular payg'ambarlardan o'zlari Payg'ambar alayhisalom aytganlaridek dinor yoki dirhamni meros olishgani yo'q, balki ilmni, xuluqni, Payg'ambar alayhisalom siratlarini o'rganib turib, xuluqni, iymonni, taqvoni meros olishgan. Ular hidoyat, irshod degan odamlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish, irshod, Allohga da'vat qilishlikda Payg'ambar alayhisalomning xalifalari hisoblanishadi. Masalan, biz bilgan xalifalar u kishining siyosatlarini yurg'izgan davlat rahbarlari bo'lsa, lekin aynan Allohga da'vat qilishda, irshod qilishlikda, odamlarni hidoyatga chaqirishlikda Payg'ambar alayhisalom xalifalar hisoblanadi. Bu tomonlama. Yaqtabisuna min nurihi. Payg'ambar alayhisalom nurlardan iqtibos olishadi. Manba o'laroq foydalanishadi. Li yuzi'u lil insaniyati tariqal haqqi va rashad. Insoniyatga haq va to'g'ri yo'lni ko'rsatishlik, o'shani nurlantirishlik uchun nimani Payg'ambar alayhisalom nurlardan iqtibos olishadi. Faman jalasahum sara ilayhi min halihim allazi iqtabasuhu min rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Kim u zotlar bilan, o'sha olimlar bilan, rabboniy olimlar bilan o'tiradigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan iqtibos olgan hollari ularga ham sekinasta o'ta boshlaydi. Mana yaqinda bir ustozlar bilan o'tirdik, mana Umarxon domla, shularga o'xshash ustozlar bilan o'tirildi. 15 minut 20 daqiqagina suhbat bo'ldi xolos, lekin hammani ko'ngli yorishib o'sha joyda
hammaga u zot o'sha payg'ambar alayhissalom nurlaridan iqtibos qilganlarmi, o'zlariga olganlarmi, ana shu nur bu tomonga ham o'tdi, ko'pchilikka o'tdi. Hammaga sezildi shu narsa. Juda hammani kayfiyati ko'tarilib ketdi. Yuzda hammada tabassum bo'ldi. Masalan, nima mubolag'a qilmoqchi emasmiz, lekin masalan, sog'lig'i yaxshi bo'lmagan odamlar ham o'sha paytda butunlay sog'lig'ini unutdi. Shunaqangi bir holat yuzaga keldi. Nimaga? Ular o'sha payg'ambar alayhissalom nurlardan iqtibos etishdi va o'sha nur suhbatdoshlarga o'tdi. Shuning uchun mana shunaqangi zotlarni etagini tutiladi, yo'llarda yuriladi, ataylab xizmatlarni qilinadiki, shu xizmat qilib turib yo'llardan nima bo'lmasam, chunki boshqa nima bahona bilan yurishingiz mumkin. Mana shunaqangi xizmatlarni qilib yo'llarda yuraman degan umidda ko'pchilik kishilar shu ulamolarning etaklarini mahkam tutishadi, hali aytganimiz uchun, hali holatlar uchun. Va man nasarahum faqat nasaraddin. Kim u ulamolarga nusrat bersa, dinga nusrat bergan bo'ladi. Chunki u ulamolarning maqsadi faqat shu payg'ambar alayhisalom nurlarini iqtibos qilib boshqalarga yoyishdi. Boya aytdik-ku, ular meros sifatida dirhami yo dinori olishmagan yoki boshqa xalifalarga o'xshab dunyoviy tartibotlar, shularni hal qilishlik, ularni mas'uliyatini zimmaga olishmagan. Ular faqat xalqni to'g'ri yo'lga yo'llash, to'g'ri yo'lga chaqirish mas'uliyatini zimmaga olishgan, ham merosxo'r, ham hozir aytganimizdek payg'ambar alayhisalomning xalifalari hisoblanadi. Va man rabata hablahu bihibalihim faqad ittasala bi rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Kim ularni arqonini, ular tutgan arqonni ushlaydigan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bog'liq bo'ladi. Chunki ular payg'ambar alayhisalomdan boshqa hech kimni etagini tutishmagan o zotlar. Ulamolar shu. Qaysi bir ulamo payg'ambar alayhisalomdan boshqa bir nimani etagini tutgan? Hech qaysi ulamo. Hech kimni ulamolarga falonchini orqasidan yurgan, falon nimada yurgan deb gap qilishlikka haqqi yo'q. Chunki ulamolarning hammalari nima? Payg'ambar alayhissalomni arqonlarini mahkam tutishgan. Bunga dalil masalan biz ko'pincha ulamolarni tanqid qilganda, ulamolardan xafa bo'lganda, bunaqa deb masalan taqvosiga til tekkizamiz yo boshqasiga til tekkizamiz, Allohdan qo'rqishga. Lekin Alloh taolo o'zi guvohlik berib turibdi. Astagfirullah, innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama deb. Astagfirullah, Allohdan bandalar ichida ulamolar qo'rqadi. Innama bu joyda lil hisri deydi. Masalan, insoniyatda turli xil toifa odam bo'ladigan bo'lsa, aynan ulamolarni chegaralab, mana shular qo'rqadi deb Alloh taolo chegaralab, boshqalar qo'rqishi mumkin, lekin ularga unaqangi nimani berayotgani yo'q. Bular qo'rqadi, mana shu toifa qo'rqadi deb aytayotgani yo'q. Aynan ulamolar toifasi nima qilyapti? Bular Allohdan qo'rqadi. Xashiyada bo'ladi deb aytibdi. Demak, biz o'sha o'zimiz gumonimizda, o'zimizni o'sha tilimizni uzun qilgan holatlarimizda to'g'ri ish qilmayotgan bo'lamiz. Bu joyda boshqa dalil shart emas. Alloh taoloning bu guvohligi o'zi yetarlidir. Va man istaqa min hidoyatihim va irshadihim faqad istaqa min naba'i rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Kim ularning hidoyatlari, irshodlaridan suv ichayotgan bo'lsa, u payg'ambar alayhisalomning buloqlaridan suv ichayotgan bo'ladi. Haula'il wurras humul lazina yunqiluna للناس الدين ممثلا في سلوكهم حيا في أحوالهم واضحا في حركاتهم وسكناتهم هم من الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Ular odamlarni dinga ko'chiradigan payg'ambar alayhisalomning merosxo'rlari hisoblanishadi. O'sha dinni o'z suluklarida, turmush tarzlarida tamsil etib bo'lishgan. Ya'ni payg'ambar alayhisalomni unday deganlar, bunday deganlar degan hadislarni aytib o'tirmasalar-da, o'zi shundoq ham hayotlarida nima turmush tarzlarida payg'ambar alayhisalomning hayotlarini tamsil namoyon qilib bo'lishgan. Hollarda tirikdirlar ular. Ya'ni faqatgina qavl, so'z bilan emas, balki hollari bilan ham payg'ambar alayhisalomning hayotlarini, turmush tarzlarini nima qilishyapti? Namoyon etib turishibdi. Harakat sakonatlarida hammasida ravshan shu holatni bayon qilib turishdi. Ular haqida payg'ambar alayhisalom shunday deganlar, ya'ni ummatimdan bir toifa haqiqatni ustida doim bo'ladi, zohirdirlar. Ularni xo'rlamoqchi bo'lgan kishilar ularga zarar bera olishmaydi. Toinki Allohning amri kelguncha ular mana shunday holatda davom etishadi dedilar. Bunaqa zotlarni xo'rlamoqchi bo'lib, turli xil bo'xton tarqatayotgan yoki juda bo'lmaganda gumon
gaplarni tarqatayotgan kishilar Alloh aziz qilib qo'ygan bu zotlarga hech qanaqangi zarar bera olishmas ekan. Haqiqatda biz buni hayotimizda juda ham ko'p ko'rdik. Ulamolarga tilla uzr qilgan odamlarning oqibatini ham ko'rdik va ularga hech narsa bo'lmaganini ham ko'rdik. Qandoq Allohning yo'liga irshod qilishayotgan bo'lsa, o'shandoq yo'llarda davom etayotganliklarini ko'rdik. Payg'ambar alayhisolamning bu bashoratlarni ham biz voqelikda hammasiga shohid bo'ldik. La yanqati asaruhum ala marri zaman va la yakhlu minhum qatar. Bu ulamolarning ta'sirlari zamonlar o'tsa-da nima bo'lmaydi? Uzilmaydi. Masalan, mana Hazratda vafot etganlariga 5 yildan oshgan bo'lsa, xuddi tirikliklaridek butun bizning diyorimiz musulmonlariga ta'sirlari o'tib turibdi. To'g'rimi? Kitoblarni o'qiyapmiz, ta'limotlarni o'sha videoda yoki audioda o'rganyapmiz. Biror bir savol paydo bo'lib qolsa, qidirsak, o'sha Hazratning javoblari chiqyapti. Demak, zamon o'tsa-da nimalar ta'sirlari kamayayotgani yo'q, balki kuchayapti. Chunki yil vaqt o'tgan sari insoniyat ko'paya boradi va endi u kishidan bahra olayotganlarning soni ham nima qiladi? Ko'paya boradi. Bu tabiiy. Bu demak, vaqt o'tgan sari bu narsa to'xtaydi ham deb o'ylaydigan ish emas bu. Wala yakhlu minhum qatar. Biror bir diyor ularning o'sha ta'siridan nimada emas, xoli emas. Masalan, Hazrat endi o'zbek zabon, turkiy zabon millatlariga hammasiga yetib borgan bo'lsa, o'sha da'vatlari, irshodlari hammasi umuman islom tili bo'lgan arab tilida ijod qilgan ulamolarning asarlari, ta'sirlari esa butun islom olamini hammasiga yoyilganki, masalan, biz hozir shu yerda O'zbekistonda turib, Misrlik ulamoni, Hindistonlik ulamoni yoki boshqa joydagi ulamoni kitoblardan bahra olib, o'shandan ta'sirlanib va ta'sirlantirib boshqalarga o'sha narsalarni aytishlik bilan hayot kechirmoqdamiz. Demak, ulamolarning sharaflari shu darajada bo'lgan. Bu joyda ulamolarning sharaflarini aytishdan maqsad ularni do'st tutish. Demak, ularni do'st tutadigan bo'lsa, aynan o'sha payg'ambar alayhisolamning manbalaridan suv ichilgan bo'ladi. Va haula'il wurras al-murshiduna suhbatuhum tiryaqun mujarrab. Bu murshid bo'lgan merosxo'rlarning suhbatlari go'yo tajribadan o'tgan shifo beradigan bir doridir. Tiryoqdir. Val bu'du anhum simmun qatilun. Ulardan uzoq bo'lishlik esa qattol o'ldiruvchi zahar hisoblanadi. Chunki u bahra oladigan, suv ichadigan manba qolmaydi, bulg'angan, fosid bo'lgan, aynigan buloqlardan suv ichib qo'yib, bu odam nima bo'ladi? O'zini halok qiladi. Humul qavm la yashqa bihim jalisuhum. Ular shunday qavmiki, bu ulamolar shunday qavmiki, ular bilan hamsuhbat bo'lgan odam bebaxt bo'lmaydi. Murafaqatuhum hiya al-ilaj al-amali al-fa'al li islah an-nufus wa tahzib al-akhlaq wa ghars al-aqida wa rusukh al-iman. Ularga rafiq bo'lish, ularga oshno bo'lish, ular bilan doimo hamsuhbat bo'lishlik nafslarni islohi uchun, axloqlarni go'zallashishi uchun, tozalanishi uchun, aqidani urug'i yaxshilab ekilishi uchun, iymon mustahkamlanishligi uchun juda o'ta ta'sirchan amaliy muolaja hisoblanadi. Bu tajribada ham ma'lum, umuman naslarda ham mana shu narsa, ya'ni islom ta'limotlarida ham shu narsa ko'p o'qitilgan, hammamiz biladigan masala. Lianna hazihi umurun la tunalu bi qira'atil kitob. Chunki hozirgi aytayotgan nafslarni islohi, axloqlarni tozalanishligi, aqidani ekilishi, iymonni mustahkam bo'lishligi bu kitoblar o'qib erishiladigan ishlar emas. Va mutolaatul kararis, daftarlarni varaqlab topib erishiladigan ishlar emas. Innama hiya khisalun amaliyatun vijdaniyatun. Balki ular vijdoniy, amaliy xislatlar sanaladi. Uni ko'rib turib, amaliy ravishda olib turib, ergashib turib, ittibo bo'lib turib olinadigan, erishiladigan ishlardir. Tuqtabasu bil iqtido. Iqtido bilan iqtibos qilinadi. Ya'ni ergashishlik bilan u narsaga ega bo'linadi. Va tunalu bil istiqo'il qalbi. Qalbi va ta'assur ruhiy ta'sirlardan suv ichib turib erishiladi. Kitobni varaqlab turib u narsalarni topib bo'lmaydi. Va min nahiyatin ukhra fa kullu insanin la yakhlu min amrazin qalbiyya. Boshqa tomondan qaraganda har qanday inson, har bir inson qalbiy kasalliklardan xoli emas. Buni hammamiz yaxshi his qilamiz. Va ilalin khafiyatin la yudrikuha bi nafsihi. Yana har birimizning qalbimiz maxfiy illatlardan xoli emaski, uni o'zimiz bila olmaymiz. O'sha illatlar bor, lekin biz o'sha illatlar borligini bila olmaymiz va o'zimiz xalos bo'la olmaymiz. Masalan, riyokorlik. Riyokorlikni yaxshilab taftish qilsak, borligini sezamiz, lekin
o'shandoq qolaveradi. Chunki undan qutulish yo'lini bilmaymiz. Qanday qilib qutulinadi? Aytmayman, aytmasligim kerak ekan deyishlik bu natija. Lekin o'sha natijaga qanday olib boriladi? Aytmaslik kerak. Masalan, mana ibodatingizni men hech kimga aytmasligim kerak deysiz. Tahajjud o'qidingizda ichingizda shu nima bo'lib yotibdi. Falonchalar bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi, ham suhbatlar bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi degan narsa turibdi va o'shani aytmaslik kerakligi, muhimligini bilasiz. Bu natija. Lekin unga qanday olib borasiz? Aynan shunday zotlarning yonida yurishlik bilan o'sha darddan qutulish mumkin. Yoki nifoq. Munofiq desa jahlimiz chiqib ketadi. Nimaga men munofiq deyapsan deb. To'g'ri, endi birov munofiq deyish to'g'ri emas. Lekin qalbimizda shunaqangi nifoq bo'lsa-da, biz o'sha narsani borligini his qilmaymiz. Nifoq nima? Masalan, ichimizdagi narsani tashqariga chiqarmaslik. O'zimizni taqvodor ko'rsatish, misol. Riyodan tashqari bu joyda munofiqlik ham bor. Ya'ni qalb bilan tashqari nima? Ikki xil. G'urur, hasad, anoniyat, ya'ni man hamma narsada man deyverish, mansirash. Men to'g'ri gapiraman, men to'g'ri ish qilaman. Hubbi shuhra. Eng katta balolardan bittasi hozirgi paytda. Shuhratni sevish, mashhur bo'lishni sevish. Tilimizga zo'rg'a keladigan so'z, lekin hammamiz shu bilan mubtalomiz aslida. Nomim chiqsa ekan, hamma meni tanisa ekan, hamma meni hurmat qilsa ekan, mana shu holat bo'lib qolgan. Hubbi zuhur. O'zini juda muhim inson deb hisoblash, o'shani sevish. Bu haqda qisqacha bir nima ham yozdik, ya'ni o'zini hamma diqqat markazida deb o'ylash va o'shanga intilish. Aslida hech kim emas o'zi. Hammamiz ham aslida hech kim emasmiz, lekin shu hubbi zuhurdamiz, ya'ni namoyon bo'lsak, o'zimizni ko'rsata olsak, hammaga qoyil qildira olsak deb ana shuni sevishlik. Bu ham kasallik, qalb kasalligi. Men endi shuni bildim, qanday qilib qutulaman? Qutula olmayman. Bu nafsimda, tabiatimga aylanib ketgan. Nafsim xohlayverib bu narsani xuddi g'iybat odatga aylanib ketgandek. Masalan, g'iybatning gunohligini bilamiz, lekin hech kim undan qo'rqmaydi, qochmaydi. Sababi odatga o'xshab qolgan. Xuddi qornim ochsa ovqatlanaman, suhbatlashsam g'iybat bo'lish kerak. G'iybat bo'lmasa qizig'i yo'q. To'g'rimi? Bunda o'ylab qaraganmiz, masalan, gunoh kabiralarligini bilamiz, lekin hech kim undan to'xtamaydi, sababi odatga aylangan. Xuddi shunga o'xshash mana bu sifatlar, xususan hozirgi aytganimizdagi hubbi zuhur masalan, o'zini namoyon qilishga intilish, o'shani sevish. Bu tabiatga aylanib ketgan. Biz tabiatga aylanib ketganligi uchun buni sezmaymiz, o'zimizda borligini sezmaymiz. Go'yo o'zimizni bir bo'lagimiz hisoblaymiz u narsani. Aslida nima u? Gunoh kabira. Val ujub, masalan, ujub bu eng maxfiy gunohlardan. Insonning o'zi rosa qidirsa ham topolmaydigan gunohlardan. Ujub, o'zidan o'zi hayratlanish. Sezmaysiz, o'zingizdan o'zingiz hayratlanganingiz, chunki o'zingiz ichingizda sodir bo'layotgan narsada odatiy narsadagi qabul qilib o'tkazib yuboraverasiz. Vaholanki u ham gunoh. Kibr, baxillik. Hammasini agar o'zimizni tatbiq qilib ko'radigan bo'lsak, qanchadan qancha miqdorda topiladi bu ishlar. Bal qad ya'taqidu annahu akbalun nasi xulqan. Balki biz o'zimiz o'ylab qolganmiz, o'zimiz haqimizda odamlarning xulq jihatdan eng mukammalimiz va aqwamuhum dinan, dinni ushlashlikda eng to'g'ri yo'lni ushlaganmiz deb e'tiqod qiladigan darajaga kelib qolganmiz. E'tiqod bu qalbi shunga bog'lanishi. Endi qalbimiz shunaqa deb qaror qilib bo'lgan, tamom. Xuddi mana Alloh bor deb qaror qilganmi, o'zgarmaydimi? Mana bu masalada ham qaror qilib bo'lganmiz. Men eng to'g'ri yo'ldagi musulmonman, eng odamlarni axloq jihatdan mukammalman degan narsa singib bo'lgan bizga. Vaholanki bularning mana shu narsani o'ylashi o'zi nima? Gunoh. Ujub. Va haza huval jahlul murakkab va zalalul mubin. Bu murakkab jaholat. Odam o'zi sezmaydi. Bilmaydi shunaqa johil ekanligini. Va ochiq oydin zalolatdir. Qala taala, Alloh taolo astag'firullah aytadiki: "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Ayting ey Muhammad, biz sizlarga xabarni beraylikmi amal jihatdan ziyon ko'rganlarning? Ya'ni o'zi amal qilyapti-da, lekin ziyonkor. Foyda o'sha qilgan amaldan foyda, manfaat olmayapti. Manfaat olmaydi, balki ziyon ko'radi. Ana shunday kishilarning xabarini beraylikmi deb ayting. Ular kim? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ularni bu hayoti dunyoda harakatlari, amallari, ishlari zalolatda, noto'g'ri. Lekin ular buni biz yaxshi ish qildik deb o'ylashadi. Holatimiz shunaqa bizga ham. Men zo'r ish qilyapman, Xudoning yo'lida xizmat qilyapman, to'g'ri yo'lni mahkam ushlaganman, ahli sunna val jamoani, qolganlar hammasi zalolatda, hamma botil.
Hozir shundan bu chiqyapti-ku hamma janjalimiz, to'g'rimi? Hatto bunaqa deb e'tiqod qilish u yoqda tursin, hatto da'vo qilib o'sha da'voimizni himoya qilib urushishgacha boryapmiz. Nafaqat e'tiqod qilyapmiz. Masalan, e'tiqod bo'lib qalbimizda qolib ketganda muammo emas edi. O'shanda ham-ku qalb kasalligidan o'sha e'tiqod yuzaga kelgan bo'lardi-yu. Lekin hozir bizniki shu darajada marazimiz kuchayganki, kasalimiz kuchayganki, o'sha e'tiqodimizni da'vo o'laroq maydonga tashlab, unga qarshi bo'lgan odamlarning hammasini boshini yorishga tayyormiz. Men to'g'ri yo'ldaman, sen noto'g'ri yo'ldasan, sen isbotlay olmaysan to'g'ri yo'ldaligini, men isbotlay olaman, meni dalilim, meni narsam, seni eshitmayman, seni qo'limga tushsang u qilaman, bu qilaman, faqat shunaqa gaplar. Ko'ryapsizmi, qay darajada bizning ahvolimiz yomon qolgan. Alloh aytayapti. Ziyondagilar amal qilyapti, lekin ziyondagilar. Bu odamlar ham amal qilyapti, ziyondaligini nima qilmayapti, bilmayapti. Ya'ni bu odamlar deganda men o'zimni ham shuni ichiga qo'shaman. Bu haliga kimlargadir buni da'vo sifatida aytib, boshqalarni ayblash ma'nosida aytayotganim yo'q. Aynan hammamiz shu ahvoldamiz. Fakama annal mar'a la yara uyuba wajhihi إلا بمرآة صافية مستوية تكشف له عن حقيقة حاله فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق أحسن منه حالا وأقوم خلقا وأقوى إيمانا يصاحبه ويلازمه فيرى عيوبه النفسية ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية إما بقاله أو بحاله. xuddi masalan biz yuzdagi ayb bir narsa yopishib qolgan yoki soqolimiz o'sib ketgan yoki boshqa bir aybni ko'rishligimiz uchun bizga nima kerak? Tik ko'rsatadigan top-toza oyna kerak. Egri-bugri ko'rsatadigan oyna ham aniq ko'rsatib bera olmaydi. Singan oyna ham nima qilmaydi? Aniq ko'rsatib bera olmaydi. Kir oyna ham nima qiladi? Yuzimizdagi ayblarni aniq ko'rsatib bera olmaydi. Qanaqa sifatga ega bo'lish kerak? Tep-tekis, pokiza, top-toza. Shunda uning yuzining holini, haqiqatini ochib beradi. Demak, xuddi mana shunaqangi yuzimizdagi aybni ko'rishga oyna kerak bo'lganidek, bizga ham bir mu'min, muxlis, ixloslik, nasihatgo'y, rostgo'y, bizdan ko'ra holi yaxshiroq amallarda, bizdan ko'ra xulqi to'g'riroq, bizdan ko'ra iymoni kuchliroq, doimo do'st bo'ladigan, doimo birga yuradigan, nafsoniy, ruhiy ayblarimizni ko'rsatib beradigan, qalbiy kasallarimizning eng maxfiylarigacha bizga kashf qilib beradigan do'st kerak. Tushunalingmi? U bu ishlarni, tavsiyalarni, nasihatlarni yo so'zi bilan qiladi yoki holi bilan qiladi. So'z bilan nasihat qilish bor, holini o'zi mustaqim, to'g'ri, qavim, to'g'ri yo'lda ekanligini o'zi ham insonlarga nima bo'ladi? Dars bo'ladi, nasihat bo'ladi. Mana shunaqangi do'stga muhtojmiz. Yoki oyna kerak emas deymizmi? Masalan, biz jamoat odamlarning ichida yuradigan bo'lsak, uyda-ku mayli. Lekin odamlarning ichiga qo'shiladigan bo'lsak nima qilamiz? O'zimizni ayb nuqsondan, kiyim-kechagimizdagi nimalardan, yuzimizdagi demak, turli xil xunuk ko'rsatadigan narsalardan xoli bo'lishni xohlaymiz va unga nima qidiramiz? Oyna qidiramiz. Demak, hayotda modomiki odamlarning ichida yashar ekanmizmi, islom axloqi bilan xulqlanish bizning zimmamizdagi majburiyat ekanmi, xuddi odamlarning oldiga toza, chiroyli chiqish kerak bo'lgandek, demak, shunaqangi bizga oyna bo'ladigan do'st kerak. Bizdan ko'ra holi yaxshiroq bo'lgan, iymoni mustahkamroq bo'lgan. Va lihaza qala alayhissalatu vassalam al-mu'minu mir'atul mu'min. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mu'min mu'minning oynasidir deganlar. Bu hadis sharifi Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar, Imom Buxoriy esa Adabul Mufradda rivoyat qilgan ekanlar. Va alayna an nalahiza anna al-maraya anwa'un wa ashkal. فمنها الصافية المستوية ومنها الجرباء التي تشوه جمال الوجه ومنها التي تكبر أو تصغر. Yana bir narsani o'sha mulohaza qilib o'tishimiz kerak. Men boya buni aytib ham o'tdim. O'sha oynalar ham turli xil navlarda, turlarda va shakllarda bo'ladi. Ularning ichida toza tikkislari ham bor, lekin uning ichida o'sha g'adir-budur yuzni jamolini noto'g'ri ko'rsatadiganlari ham bor. Oynani tikkis, tozasini tanlangani kabi do'sti ham shunaqasi tanlanishi kerak. وهكذا الأصحاب هم شنقا فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها فيمدحك حتى تظن في نفسك الكمال ويدخل عليك الغرور والعجب أو يذمك حتى تيأس وتقنط من إصلاح نفسك. مثلا دوستlar ham shunaqa. Oyna har xil bo'lgandaki, do'stlar ham har xil bo'ladi. Masalan, ba'zi birlari borki, ular senga nafsingning haqiqatini ko'rsatmaydi. Balki maqtayveradi. Siz undoqsiz, siz bundoqsiz deb maqtayveradi. Keyin siz o'zingizga kamolni o'ylab qolasiz. Men komil inson ekanman, mukammal, zo'r inson ekanman deb o'ylab qolasiz. Va bu o'ylab qolishingizni o'zi
gina zarar emas, balki bu narsa sizni qalbingizga g'urur olib kiradi, ujub olib kiradi. Hech endi nima birovni nimasini tanbehini yoki nasihatini qabul qilmaydigan darajaga olib chiqib qo'yadi. Men mukammal insonman-ku, mana qachondan bir odam meni maqtaydi, gapiradi. Yoki sizni shunaqa yomonlaydiki, siz butunlay o'zingizni isloh qilishdan noumid bo'lib qolasiz. Men odam bo'lmayman, men shunaqa yomon odam ekanman. Yomonlayveradi ko'ringanda, sen odam bo'lmaysan, sen bunaqasan deyaversa, oxiri odam emas ekanman deb qoladi-da. Tuzalishdan umidi qolmaydi odam. Ammal mu'minul kamil fa huval murshidus sodiq. Ammo komil, mukammal mu'min esa u sodiq, rostgo'y murshid bo'ladi, to'g'ri yo'lga yo'llovchi bo'ladi. Allazi saqulat mir'atuhu bi suhbati murshidin kamilin. Chunki uni oynasi sayqallangan bo'ladi. Komil murshidning suhbatda yurganligi uchun. O'zi komil murshidni etagini tutgan. U murshid uni oynasini nima qilgan? Sayqallagan, egri joylarni tekislagan, katta kichik ko'rsatadigan joylarni me'yoriga keltirgan. Tushunarlimi? Va varasa an murshidin qalbihi va hakaza saqulat mir'atuhu bi suhbati murshidin kamilin varisa an murshidin qablahu. O'zidan oldingi murshiddan u meros olgan. Masalan, uni murshidi uni to'g'rilagan bo'lsa, u murshid esa o'zidan oldingi murshiddan o'sha narsalarni, yaxshi ishlarni, yaxshi axloqlarni kasb qilgan. Hakaza hatta yattasila bi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu unisi bundan, bunisi undan olib boraverganda payg'ambar alayhisalomga demak muttasil bo'lgan, bog'liq bo'lgan o'shandan keyin. Bu uning oynasi. Hozir tariqatlarni hammasini kuzatsangiz, masalan, hozirgi paytda masalan Naqshbandiya tariqatini katta shayxi, murshidi deb bir kishini olinadigan bo'lsa, oldilariga borsangiz, haqiqatda u kishining qo'llarida ijozalar bor. Ijozada o'zlaridan oldingi shayxni nomlari, ismlari bor. U kishini ko'rib, hayotlarini o'rganishingiz mumkin. Qisqacha ma'lumotlar yoki kitoblar, risolalar qilingan bo'ladi. Ulardan oldingi shayxlarning nomlari bor. Mana shunaqa ketib Bahodir Naqshbandga bog'lanadi. U kishi yana o'zlaridan yuqoridagi shayxdan olganlar-ku u narsalarni. Ko'raversangiz hammasi Hazrat Abu Bakrga borib taqaladi-da, undan keyin payg'ambar alayhisalomga ulangan bo'ladi. Ya'ni bu murshidlik, odamlarni haqqa hidoyatiga harakat qilishlik bu inson o'zi xohishi bilan bo'ladigan ish emas. Masalan, mana bizga murojaat qilishadi, mana siz tasavvufdan gapiryapsiz, biz ham bay'at qilsak, qo'l bersak bo'ladimi deyshadi. Bizda unaqangi ittisol yo'qligi uchun shayxlardan, ustozlardan, suhbatlardan bahramand bo'lganmiz, lekin aynan men ham odamlarni irshodi uchun, odamlarni to'g'ri yo'lga, hidoyatga chaqirishlik uchun harakat qilaman degan maqsad bo'lmaganligi uchun bu ishlar oxiriga yetmaganligi uchun bizdan so'rasam, yo'q, biz bu narsani qila olmaymiz. Bu darajada emasmiz. Bu kursiga o'tirib olib turib, odamlarni irshod qilishga huquqimiz yo'q deb aytamiz. Sababi ittisol, ya'ni payg'ambar alayhisolamga bog'lanishlik yo'q. Garchi hujjatlarda bog'lanishlik bo'lsa-da, bu yo'l rostlik yo'li. Bu yolg'on da'vo qilib chiqishlik yo'li emas. Haqiqatda biz o'zimizni bunga loyiq deb bilmaymiz. O'zimizdagi nuqsonlarimizni o'zimiz juda yaxshi bilamiz. Nima uchun men buni aytdim? Qolgan o'sha shayxlarni, ustozlarni ko'radigan bo'lsangiz, etagini mahkam ushlash kerak bo'lgan zotlarni ko'rsangiz, ular payg'ambar alayhisolamning o'sha madrasalariga bog'langan. Payg'ambar alayhisolamning bu to'g'ridagi o'sha irshodlardan bahramand bo'lgan zotlardan muttasil holatda, bog'liq bo'lgan holatda yetib kelgan yo'llar hisoblanadi. Va huval mir'atu allati ja'alaha Allohu ta'ala al-masalul a'la lil insaniyatil fazila. Nima uchun endi biz payg'ambar alayhisolamga bog'liqlikni so'rayapmiz yoki umid qilyapmiz yoki xohlayapmiz yoki talab etyapmiz yoki shart qilyapmiz? Nima uchun? Chunki u zotning oynalarini Alloh subhanahu va taolo fozil insoniyatning hammasiga masalul a'la qildi. Eng oliy misol, namuna qildi. Ideal deymiz biz. U kishining oynalari eng ideal oyna. Ya'ni shundoq yuzga tutilsa, qanaqaligingiz ma'lum bo'laveradi. Kim ekanligingiz ma'lum bo'laveradi. Qanday Alloh buni e'lon qildi? Astagfirullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha val yawmal akhir va zakaralloha kaseera. Sizlarda batahqiq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'rilarida, ya'ni u kishida usvatu hasana, go'zal namuna bordir. Biz uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda go'zal namuna borligini Alloh taolo batahqiq aniq bor deb aytayapti. Kimlar uchun o'sha go'zal namuna? Allohga umidi bo'lgan kishilar uchun. Bu dunyoda Allohning aytganlarini qilib yashashga umidi bor va qiyomatda Allohning jamolidan umid bor insonlar uchun, mu'minlar uchun. Oxiratdan umid bor kishilar uchun,
Va yana Alloh taoloni ko'p zikr qiladigan kimsalar uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda nima bor? Go'zal namuna bor. Alloh aytayapti. Go'zal namuna. Demak, bu joyda qarang, Allohdan umid qilinadi, oxiratdan umid qilinadi. Uchinchi sifat o'laroq nimani zikr qilinyapti? Allohni ko'p zikr qilishlik. Biz bekorga hali zikr haqida ko'p gapirmaymiz, ko'p to'xtalmaymiz, muhimligini ko'p gapirmaymiz. Sababi, demak, iymon darajasidagi ishlar, mana Allohga iymon keltirish. Qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilar uchun. Va yana Allohni amaliyotda esa Allohni ko'p zikr qilgan kishilar uchun nima bor ekan? Payg'ambar alayhisolamning go'zal namuna bor. Masalan, siz agar Allohni ko'p zikr qiladigan zokir bo'lmoqchi bo'lsangiz, payg'ambar alayhisolamdan oling namunani. U kishi qanaqa zikr qilganlar? Oldi, keyin gunohlari kechirilgan bo'lib turib, istig'forni qanaqa aytganlar? Yoki duo qilganda qanday duolar qilganlar? Iltijo bilan qilgan duolari, yig'lab qilgan duolari, hammasi bizga namuna bo'lishligi kerak. فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو الصحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيمانا وتقوى وأخلاقا وتشفي بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية وعيوبك النفسية وتتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن الشخصية المثالية شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nafslarni poklashlikka olib boradigan amaliy yo'l, xulqiy kamolotlar bilan zinatlashlikka olib boradigan amaliy yo'l bu Muhammadiy vorisning suhbatidir. Muhammadiy merosxo'rning suhbatidir. Uning do'stligidir. Sodiq rost murshidning suhbati demak bizni mana shu ishga olib boradi. Ya'ni qalbimizni poklanishligi va xulqiy kamolotlarni bilan zinatlanishlikka olib boradi. Shundayki bu suhbat bilan, bu do'stlik bilan iymon ziyoda bo'ladi, taqvo ziyoda bo'ladi, axloq ziyoda bo'ladi. Va uni mulozamat etishlik bilan, ya'ni doimiy qo'yormasdan mahkam etagini tutishlik bilan, uning majlislarida hozir bo'lishlik bilan siz qalbiy kasalliklaringizdan shifo topasiz. Ruhiy ayblaringizdan, nafsiy ayblaringizdan qutulasiz. Va sizning shaxsiyatingiz u zotning shaxsiyatidan ta'sirlanadi. Shundayki u misoliy bo'lgan shaxsiyat, namuna bo'lgan shaxsiyat, ideal bo'lgan shaxsiyatdan nima qilgan? Suratdir u. O'sha siz o'zingiz do'st tutgan Rabboniy olimni surati, bu nimani surati? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning namunaviy shaxsiyatlarning suratidir. Ya'ni go'yo Payg'ambar alayhisalom ko'rgandek bo'lasiz. Jisman bo'lmasa-da, lekin axloqan, diyonatan. Tushunarlimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlarining surati hisoblanadi bu. ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية. Mana shu gaplarimizdan keyin ma'lum bo'ladiki, kishi o'zining qalbiy kasalliklarini o'zi muolaja qilishga qodirman desa, bu juda katta xato qiladi. Tushunarlimi? وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم. Qur'oni Karimni o'qish o'zi bilangina men ruhiy illatlarimdan qutula olaman deb gumon qilgan odam xatosi mana shu joyda ko'rinadi. Valittila ala ahadisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis shariflarini o'rganib, o'qib turib, men butun qalbiy kasalliklarimdan xalos bo'la olaman deb o'ylagan odamning xatosi mana shu joyda ko'rinadi. Oldingi ulamolar o'sha kitobdan o'rgangan kishilarni ulamo hisoblashmagan. Suhufiy deyilgan. Sahifada ilm olgan kishi, suhufiy. Nima bo'lishlik kerak? Buning uchun tarbiya bo'lishlik uchun albatta o'sha rabboniy bir insonni, olimni etagini, Muhammadiy vorisni etagini tutishlik kerak bo'ladi. وذلك لأن الكتاب والسنة قد جمع أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية. Biz bitta narsada nimamiz ular bilan ittifoqdamiz. Ya'ni kitob va sunnat, Qur'on va sunnat o'zlarida ruhiy, qalbiy kasalliklarning turli kasalliklariga turli xil davolarni hammasini jamlashgan. Men oldingi suhbatlarda misol tariqasida aytgandim. Ya'ni aptekadagi hamma dorilar Qur'on, sunnat. Bular hammasi nima bo'ladi? Shifo. Zahar yo'q ular ichida. Hammasi shifo bo'ladigan narsalar. Fala budda ma'aha min tabibin yasifu likulli da'in dawa'ahu va likulli illatin ilajaha. Lekin baribir u joyda nima bo'lgani bilan, dorixonachi bo'lgani bilan, farmatsevt bo'lgani bilan hamma dorining nimasini bilmaydi-ku. Tavsifotlarni bilmaydi, muvosafatlarni bilmaydi. Balki bu joyda bitta mohir tabib ham kerak bo'ladiki, u har bir dardning davosini,
o'sha insondagi dardning davosini va har bir kasallik uchun muolajasini biladigan nima kerak? Tabib kerak. Tabib hozir aytganimizdek murshid hisoblanadi. Yo'l ko'rsatuvchi, rabboniy olim hisoblanadi. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبب قلوب الصحابة ويزكي نفوسهم بحاله وقاله. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarning qalblarini davolardilar va ularning nafslarini, ruhlarini poklardilar, tozalardilar o'zlarining hollari va qollari bilan. فمن ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu bilan sodir bo'lgan hodisa bunga misol bo'ladi. Kuntu fil masjid deylar. Men masjidda edim. Fadakhala rajulun fasalla. Bir odam kirib namoz o'qidi. Faqara qira'atan ankartuha alayhi. Shunaqa bir qiroat qildiki, menga yoqmadi, men unga inkor qildim. Yaxshi qiroat qilmaganini aytdim. Summa dakhala akhar faqara siwa qira'ati sahibihi. Boshqa bir odam kirdi, sohibi halik do'stining qiroatdan boshqacha qiroat qildi. فلما قضى الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bular hammalar namozlarni tugatganlardan keyin yuringlar deb payg'ambar alayhisalom oldilariga biz kirdik. Faqultu aytdimki inna haza qara'a qira'atan ankartuha alayhi fadakhala akharu faqara'a qira'atan siwa qira'ati sahibihi. Bunisi kirdida men yoqtirmagan, menga ma'qul bo'lmagan qiroatni qildi. Bunisi kirdida sohibining qiroatdan boshqacharoq qiroat qildi deb aytdim. Fa amarahuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqara'a. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga qani qiroat qilinglarchi deb aytdilar, ular qiroat qilishdi. Fa hassana an-nabiyyu sha'nahuma. Payg'ambar alayhisalom ikkala tomonni ham ishini ma'qulladilar, yaxshi dedilar. Fa saqata fi nafsi min at-takzibi. Wala iz kuntu fil jahiliyya. Ma jahiliyatda bo'lmagan holimda nafsimda go'yo bir yolg'on gapirgandek bo'lgan narsa tufayli nafsim quladi, ya'ni ko'nglim nima bo'lib ketdi. Nima desak bo'ladi? Tushkunlikka tushib ketdim. Tushunarlimi? Shunday deyaptilar. Falamma ra'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qad ghashiyani zaraba fi sadri. Payg'ambar alayhisalom mana egallab olgan bu hissiyotni ko'rganlardan, ya'ni tushkunlikka tushganimni ko'rib turib, sadrimga bitta urdilar, ko'kragimga bitta urdilar. Fafiztu irqan. Terlab ketdim o'sha joyda. Va ka'anni anzuru ila Alloh azza va jalla farqan. Go'yo Alloh taoloni shundoq ko'zim bilan ko'rib turgandek bo'ldim. Ko'ryapsizmi? Payg'ambar alayhisalom ko'kraklariga bir urganlarda tushkunlik uyoqda qolib, Alloh taoloni ko'radigan darajaga chiqib qoldilar bitta urish bilan. Tushunarlimi? Nima uchun aytildi? Payg'ambar alayhisalom sahobalarning qalblarini ham, nafslarini ham barobar nima qilardilar? Tarbiyalardilar, poklardilar. Mana shunga jonli misol. ولهذا لم يستطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطببوا نفوسهم بمجرد قراءة القرآن الكريم. Payg'ambar alayhisalom ashablari Qur'oni Karimni o'zini o'qish bilangina nafslarini nima qilishmadi? Davolashganlari yo'q. Valakinnahum lazamu mustashfa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shifoxonalariga doimiy mijoz bo'lib qolishdi. Hatto ba'zilar qolish 400 ga yaqin sahobiy, ashabi suffa masjidda payg'ambar alayhisalom yo'llarda qoldi. Yo'llarda Qur'onni o'rganardi, fiqhni o'rganardi, dinning ahkomlarini hammasini o'rganardi. Ba'zilari doimiy mulozamat yo'llarda yurishdi, ba'zilari ishlariga borishadi, yana qaytib kelishadi. Namoz bahona qaytib kelishaveradi ollariga. Ya'ni o'sha shifoxonani lozim tutishya, bizga bo'ldi, Qur'on nozil bo'ldi, bu yog'i endi o'zimiz eplaymiz. Kerak bo'lsa sahobalardan so'rab olib ketaveramiz degan narsa bo'lgani yo'q. Hamma intilaverdi u kishiga. Tabib bo'lganliklari uchun. Kama vasafahu Allohu taala biqavlihi. Bu holatni Alloh taolo quyidagicha tavsiflaydi. Astagfirullah. Huvallazi ba'asa fil ummiyina rasula. U shunday zotiki, ummiylar, ommalar ichida rasulni nima qildi? Yubordi. Minhum rasulan minhum. O'zlaridan bo'lgan rasulni yubordi. Yatlu alayhim ayatihi. U rasul ularga Qur'onning oyatlarini nima qiladi? Tilovat qilardi. Va yuzakkihim. Ularni tazkiya qilardi, poklardi. Va yuallimuhumul kitaba. Ularga kitobni ta'lim berar edi. Val hikmata, hikmatni ta'lim berar edi. Qarang oyatni. Shu joyda Payg'ambar alayhisalom mana risolatlarni Alloh taolo bayon qildi. 4 ta ish aytdi. Oyatlarni tilovat qiladi, tazkiya qiladi, ularga kitobni ta'lim beradi. Tilovat qilish boshqa, ta'lim berish boshqa-da. Va hikmatni ta'lim beradi. 4 ta narsani. Va tazkiyatu shay'un va ta'limul Qur'oni shay'un akhar. Oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, qalblarni poklashlik boshqa narsa. Qur'onni ta'lim berishlik boshqa narsa. Boya aytildi-ku, men Qur'onni o'zim o'qib olib, qalbim poklab ketaveraman degan odam xato qiladi deb aytilgan shundan. Oyatdan dalil qilinyapti. Ya'ni ilm o'laroq Qur'onni Payg'ambar alayhisalom ta'lim beryaptilar, tafsirlarni aytyaptilar, tushuntirib beryaptilar.
unga tegishlik bo'lgan nimani kengaytirib beryaptilar ahkomlar. Masalan, jannat, do'zaxni vasf kelsa, jannat nima ekanligi, do'zax nima ekanligini payg'ambar alayhisalom batafsil tushuntirib beryaptilar. Bu ta'limul Qur'on bo'ladi. Qur'onni ta'lim beryaptilar. Lekin bu bilan sahobiylarga yetarli deb nima qilinayotgani yo'qda. Bo'ldi, bular to'g'ri yo'lni topdi, qalbi pokiza bo'ldi deyilayotgani yo'qda. Alloh nima deyapti? Va yuzakkihim deyapti. Undan tashqari ularni tazkiya qiladi, qalblarini poklaydi. Risolat, ya'ni payg'ambar alayhisalom vazifalari, missiyalari shu bo'lgan. 4 ta narsa. Bittasi nima bo'lyapti? Poklashlik, qalbi poklashlik bo'lyapti. Izil muradu min qawlihi ta'ala yuzakkihim yu'tihim halatat tazkiya. Ya'ni ularga tazkiya holatini beradi u payg'ambar degan narsa iroda qilinyapti. Ma'no iroda qilinyapti. Fa farqun kabirun bayna ilmi at-tazkiyati va halati at-tazkiyati kama huwa al-farqu bayna ilmi as-sihhati va halati as-sihha wal jam'u baynahuma huwa al-kamal. Masalan, tazkiya ilmi bilan tazkiya holining orasida juda katta farq bor. Masalan, biz tazkiya ilmi o'laroq tasavvuf ilmidan dars beraveramiz. Bu tazkiya ilmi. Lekin tazkiya holati, poklanish holati butunlay boshqa narsa. Bu ilmdan bahra olib va nafsga qarshi mujohada bilan Alloh muvaffaq qilgancha bir qalb poklanishligi u butunlay boshqa narsa. U ilmni olish o'zi bilan qalb poklanib qolmaydi. Masalan, agar qalb poklanib qolganda biz qachondan shu tasavvuf ilmi haqida suhbatlar qilamiz, o'zimiz, atrofimizdagilar hammasi boshqacha bo'lib qolishi kerak edi. Faqat biz bilamiz xolos. Tushunarlimi? Oldingi suhbatlarda aytgandek, mashinani farasi bizda juda ham yaxshi, lekin motor ishlamaydi. Tushunarlimi? Ya'ni aytilmoqchi bo'lgan gap va yuzakkihimdan murod tazkiya holatidir. Tazkiya holati haqida gap ketyapti. Tazkiya ilmini beradi deb aytmayapti Alloh taolo. Poklaydi uni deyapti. Tazkiya holatiga olib chiqadi o'sha mo'minlarni, sahobalarni. Tushunarlimi? Go'yo masalan tuzatish ilmi bor, tuzalish holati bor. Inson o'sha shifokorlikka o'qisa tuzalib qoladimi? Mana oddiy nima, 7 yil, 8 yil o'qiladi, boshqa nimalarda 5 yil o'qilsa, tibbiyot universitetlarida, ta'lim dargohlarida ko'p o'qiladi. 6 yil, 7 yil, 8 yilgacha o'qiladi. Xo'p, o'sha o'qish jarayonida unda o'sha kasal bo'lsa tuzalib qoladimi? Tuzalib qolmaydi. Demak, u kitobni o'zidan o'qib, o'rganib, tarixini yoki oyat tafsirini, hadis shariflarni, uning sharhlari bilan o'rganganlik bilan uni ilmi, tazkiya ilmini olishi mumkin, o'shalarning ichidan ham qidirib topib turib. Lekin tazkiyaga erisha olmaydi. Bularni o'rtasini jamlash esa, masalan, bizda jamlamayapti. Hozir biz faqat tazkiya ilmi haqida gapiryapmiz, lekin jamlamayapmiz. Ya'ni tazkiya holati hali yuzaga chiqayotgani yo'q. Bularni ikkovsini o'rtasini jamlash kamolat hisoblanadi. Juda bo'lmaganda kamolat bo'lmasa ham, nuqsonli bo'lsa ham, ilmini agar olib tursak, faramiz yoqilsa, mashina bor ekan-ku deb turib kimdir kelib bu yog'ini bir tuzatib ham qo'yar balkim motorni. Va kam nasma'u min an unasin mutahayyiruna yaqra'una al-Qur'an al-Karim va yattali'una 'ala al-ulum al-islamiyyah al-kaseera va yatahaddasuna 'an al-waswas ash-shaytaniyya wa hum ma'a zalika la yastati'una an yatakhallasu minha fi salatihim. Odamlarni juda ko'p holatda eshitamiz. Hayratdalar. Qur'oni Karim qiroat qilishyapti. Mana buni hamma eshitsin, hozir o'sha yerdagilar ham, nimada ham, ekrandagilarga ham juda diqqatni shu narsaga jalb qilishi so'rardim. Qur'oni Karim qiroat qilyapmiz deyiladi. Turli xil ko'pgina islomiy ilmlarga ittilo bor, ya'ni u yoqdan o'qiyapmiz, 10-15 varaq bu yoqdan o'qiyapmiz. Iloji boricha o'sha qalbimiz poklashlik yoki o'zi umuman xushu-xuzu bilan namoz o'qishlik, shunga doir masalalarni o'rganyapmiz. Yana biz shaytoniy vasvasalar haqida gapiramiz. Shaytoniy vasvasasi bor, unga bunday narsa davo bo'ladi. Hammasini bilamizda, lekin shu bilan birga namozimizda biz ana shu narsalardan xalos bo'la olmaymiz. Bor narsa bu. Yo tan olmaymiz shu narsani. Ilmimiz bor bu to'g'rida. Vasvasa bu. Vasvasanidan bundoq qilib qutulsa bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamga shayton mana bu narsani o'rgatib ketgan, manaqa bo'lgan, bu bo'lgan, bu. Hatto ruqyalargacha bilib olganmiz biz. Odamlarga dam solib o'sha narsalarni, muammolarni ham hal qilishimiz mumkin, lekin o'zimizga kelganda namozda hayolimiz hali u yoqda, hali bu yoqda. Muammo-ku bu. Fa iza sabata fi tibbil hadis أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه بنفسه ولو قرأ كتب الطب لا بد له من طبيب يكشف خفايا علله ويطلع على ما عمي عليه من دقائق مرضه فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب المزكي لأنها أعظم خطرا وأشد خفاء وأكثر دقة. إنما أنا منطقة مراجعة قليلك zamonaviy tibbiyotda ma'lumki, sobit bo'lganki, inson o'zini garchi tabobat kitoblarini o'qisa-da davolay olmaydi. Shu narsa sobit, aniq aytilgan. Va buni hammamiz qabul qilamiz.
To'g'ri, uyimizda tibbiyot kitoblarini yig'amiz, boshqa qilamiz, lekin yaxshi bir doktor bo'lsa uchradim deb turaveramiz. Urinib ko'ramiz, harakat qilib ko'ramiz. Xuddi biz ham amaliy hayotimizda o'sha sunnat kitoblarda yoki boshqa diniy kitoblarda olgan narsalarimizni o'zimizda tatbiq qilishga harakat qilamiz. Xuddi tabobat kitobini sotib olib harakat qilgan odamga o'xshaymiz. Ozgina foyda bo'lganga o'xshaydi, keyin yana foyda yo'qqa chiqib turaveradi. Va o'shandan keyin nima qilamiz? Ancha kitob o'qib qo'ydim. Hatto nima bilan suhbatlashganda, shifokor bilan suhbatlashganda unga dars beradigan darajada bo'lib qolamiz. Bunaqa bo'lar ekan, men o'qiganman falon joyda, bunaqa bo'lar ekan, o'qiganman deymiz, lekin o'sha nimaga shifokorga baribir muhtojmiz, boramiz. Demak, zamonaviy tibbiyot mana shu narsani talab qiladi. Balki nima kerak unga? Tabib kerak, shifokor kerak, uning illatining, uning kasalligining eng maxfiy jihatlarigacha o'rgansin. Shuning uchun qon oladi, bavldan oladi, boshqa analiz uchun narsalar oladi. Eng daqiq joylargacha aniqlashlikka harakat qiladi tabib. Va uning o'sha kasalligi xususidagi o'zi bilmagan narsalarni hammasidan u xabardor bo'ladi tabib. Endi bu tana kasalliklari haqida edi. Endi qalb kasalliklariga kelsak yoki ruhiy xastaliklarga keladigan bo'lsak, bu uni o'sha ruhiy kasalliklardan tozalaydigan, davolaydigan tabibga ana u tanani tabibdan ham ko'ra qattiqroq muhtoj bo'ladi. Nimaga? Sababi yanada xatarli bo'ladi qalbiga. Sababi tanangiz kasallansa, dunyoyingizda hayotingiz sifatsiz ketadi. To'g'rimi? Dunyo hayotingiz sog'lom odamnikidek rohatda, farog'atda bo'lmaydi. Sifati yo'qoladi. Hayot sifati yo'qoladi. Tanangiz kasallansa va uni davolamasangiz. Ammo qalb kasalligi bo'ladigan bo'lsa, ham dunyo hayotingiz sog'lom bo'lmaydi. Siz rozi bo'ladigan, xursand bo'ladigan hayot bo'lmaydi. Kutilmaganda g'iybat qilib qo'yasiz, kutilmaganda yolg'on gapirib qo'yasiz, u yolg'oningiz nimasi ochilib qoladi. Qisqasi, qalb kasalligidan chiqayotgan har xil tashqaridagi axloqsizlik sizni bu dunyoda ham go'zal hayot kechirishingizga nima qiladi? Monelik qiladi. Eng yomoni esa ana shu holat sizni oxiratdagi ziyonkor bo'lishligingiz, Allohning azobiga giriftor bo'lishligingizga sabab qiladi. O'shaning uchun xatar kuchliroq deyilyapti buni. Tana kasalligidan ko'ra qalb kasalligining xatari kuchliroq. Va ashaddu xifan va aksaru diqqatan. Juda ham qattiq maxfiy va ko'p daqiq qalb kasalliklari. Chunki masalan bosh og'risa yoki qorin og'rib qolsa yoki oyoq og'rib qolsa biz sezamizda. Eng biz bilmaydigan joydagi qaysidir a'zoyimiz og'rib qolsa ham o'sha narsa bizni lohas qiladi. Doktorga, ya'ni shifokorga murojaat qilishlikka majburlab qo'yadi. Ammo qalb kasalliklarini biz sezmaymiz ko'pini. Juda haligi zohir bo'lib, hammaga bilinib ketib, haligi o'zi qalb ichkaridagi narsa-yu tashqariga chiqib ketgan bo'lsa, o'shanda men shu yolg'on ko'p gapirib qo'yaman-da yoki men ko'p kibr qilib qo'yaman-da yoki men deb turib ba'zilarini sezamiz xolos. Ammo juda ham daqiq sezilmaydigan noziklari juda ham ko'p va ashaddu xifon o'ta maxfiy. O'ta maxfiy. O'shaning uchun nima bo'lyapti? Tana kasalliklaridan ko'ra davolanganda ham shifokorga murojaat qilishlikka nima? Qalb kasalliklari muhimroq, lozimroq hisoblanadi. ولهذا كان من المفيد عمليا تزكية النفس والتخلص من عللها على يد مرشد كامل مأذون بالإرشاد وقد ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والتقوى وأهلية التزكية والتوجيه. Shuning uchun ham nafsni poklashlikni amaliy illatlardan xalos bo'lishligini amaliy yuzaga chiqarishlik uchun komil murshidga murojaat qilishlik kerak bo'ladi. Xuddi siz mohir tabibga, rosa tajribali shifokorga murojaat qilish istaganingizdek, bunda ham nima bo'lyapti? Komil murshidga irshod etadigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, bizni Alloh sari yetaklaydigan, demak, rabboniy shaxsga, olimga muhtoj bo'linadi. Yana sifatda kelyaptiki, ma'zunun bil irshod. Irshodiga izn berilgan unga. Biz hozirgina aytdik. Bizda o'shanaqangi izn yo'q. Garchi izn berilgan bo'lsa-da, biz o'zimizda o'sha narsaga haqqimiz yo'qligini bilganimiz uchun bu narsaga aralashmaymiz. Vaholanki hozir ehtiyoj katta bunga, lekin nima qilaylik? Hali o'zimiz nimaga davolanishga muhtoj bo'lib turib boshqalarga bu narsani hozir taklif ham qilayotganimiz yo'q yoki bizga taklif bilan murojaat qilayotganlarga ijobiy javob ham qilayotganimiz yo'q. Chunki unday zotlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ilmni, taqvoni,
tazkiyaga loyiqlikni, ahllikni va tavjihga insonlarni bir tomonga, ya'ni Alloh tomonga yo'naltirishlikka haqlilikni nima qilishgan? Meros olishgan bo'ladi Payg'ambar alayhisolamdan. Agar inson mana shu jihatlar bilan, ya'ni shayxni, murshidni etagini mahkam tutib, shu narsalarni o'zida kasb qilgan inson bo'lsa, ana shunda demak bu darajaga, bu martabaga loyiq bo'ladi. وها نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والهداة المرشدين العارفين بالله ما يثبت أهمية صحبة الدالين على الله الوارثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من آثار الحسنة والنتائج الطيبة. إن شاء الله كين suhbatlarimizda biz birodarlar Alloh taoloning kitobidan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlaridan, muhaddis fuqaho lardan iborat bo'lgan shariat ulamolarining so'zlaridan, yana Allohni tanigan murshid zotlarning hidoyatlaridan mana shu Alloh taologa dalolat qilguvchi suhbatning, murshidning ahamiyatini isbot etadigan dalillarni inshaalloh keyingi suhbatimizda batafsil bayon qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.